Assalomu alaykum muhtaram Shavkat Miromonovich. Mana bugun men sizga murojaat qilib, o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu qatori Ichki ishlar vazirligiga va Ichki ishlar vazirligining tergov departamentiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'sha meni murojaatlarimdan so'ng tergov departamenti murojaatlarimni o'z nazoratiga olib, bugungi kunda surishtiruv ishlari tezlashib, o'sha ikkita holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bugun bildim. Nasib qilsa, tergov harakatlari tez kunlarda tugatilib, qonuniy chora ko'riladi degan umiddaman. Bundan tashqari men sizga murojaat qilishimni yana bir sababi 50 donadan oshiq arizani men Toshkent shahar Olmazor tumani ichki ishlar bo'limiga berganman. Ularga ham xuddi shu mana shu arizlarim qatori arizlar o'qilmasdan o'sha dastlabki javob xatlarini ilova qilib murojaatlar yopib kelayotganligini bildiraman. Bu holat yuzasidan dastlabki arizani shu Olmazor tumani ichki ishlar bo'limini surishtiruv xodimi Muzrab Rahmonov olib borgan. O'sha dastlab meni chaqirtirgan paytida Muzrab Rahmonov meni ko'rsatmalarimga quloq solmasdan telefonda internet o'ynab o'tirganligi va o'sha aynan men shikoyat qilayotgan fuqarolar Parkent tumanida yashashligini eshitib, uni Parkent tumaniga borib kelishiga vakolati yo'qligini, agar Toshkent shahrida bo'lganda ko'rib chiqishi mumkinligini bildirganda, ikkalamiz o'rtamizda tortishuv bo'lib, achchiqlashib qoldik. Shu holatdan so'ng hech qancha o'tmasdan turib, u holatda jinoyat alomatlari yo'q degan qarorni qabul qilib menga jo'natdi. Bu javobda men norozi bo'lib, o'z vajlarimni keltirganman. Vajlarimdan biri o'sha arizada ko'rsatilgan Nozima Nasriddinova va Jasur Rahmatullayev chaqirtirib so'ralmagan. Bankdan berilayotgan kredit oylik to'lovi 10 million so'mdan iborat bo'lib, fuqaroning oyligi 3,5 million so'mni tashkil qilishi va qaysi qonun tartibida bunday kredit berish mumkinligini yozganman. Undan tashqari o'sha bankda barcha hujjatlarda o'sha aynan Jasur Rahmatullayev rasmiylashtirilganligini, faqat oxirgi kuni imzo qo'yish vaqtiga va bank boshqaruvi oldiga kirib chiqish uchun chaqirtirilganligi, umuman olganda mana shunaqa firibgarlik yo'li bilan 300 million so'm pullarni olib yashiringanligi, bir necha vaqt telefon orqali aloqada bo'lib turib aldab kelganliklarini bildirib, aynan o'sha olingan 300 million so'mning bir qismini boshqa fuqarolardan aldab olganligi uchun ular ariza berish maqsadida unga shikoyat qilganda, o'sha ariza bermaslik uchun aynan shu pullarning bir qismini olib borib berganligi, bu yuzasidan video tasvir va tilxatlarda taqdim qilganman. Shunday bo'lsa-da ham bu Muzrab Rahmonov o'sha Parkent tumaniga borib kelish unga noqulaylik tug'dirganligi uchun holatni oxirigacha o'rganmasdan o'sha jinoyat alomatlari yo'q, fuqaro tartibda fuqarolik sudiga murojaat qiling deb javob bergan. Bugungi kunda aynan mana shu firibgarlik jinoyatini sodir qilgan Nozima Nasriddinova men bilishimcha birinchi son tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Chunki u boshqa holat yuzasidan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan ehtiyot chorasi qamoq qo'llanilgan. Jasur Rahmatullayev bo'yicha boshqa fuqarolardan Sirg'ali tumanidan ariza kiritilgan. Sirg'ali tumani jinoyat ishi qo'zg'atib, uni hozirgi kunda unga nisbatan qidiruv e'lon qilgan. Men dastlab bir nechta arizalarimda hech bo'lmasa o'sha Sirg'ali tumaniga arizalarni o'tkazib berishdi. O'sha yerda o'sha qo'zg'atilgan jinoyatga qo'shib ko'rishni
bildirib ham murojaat qildim. Lekin bironta Olmazor tumanida bironta xodim yoki bo'lmasam Olmazor tuman prokuraturasi bu holatlarni o'rganmasdan o'sha dastlabki Muzrab Rahmonovni bergan javoblarini ilova qilib arizalar yopib kelmoqda. Hozirgi mana shu oxirgi ikkita arizam Ichki ishlar vazirligi tergov departamentiga borib tushgan. Men o'ylaymanki, tergov departamenti bu holatni ham, bu arizalarni ham o'z nazoratiga olib, o'sha Muzrab Rahmonov tomonidan tergov surishtiruv ishlarini to'liq olib bormaganligini inobatga olib, u tomonidan qabul qilingan qarorni bekor qilib, qonun doirasida ko'rib chiqadi degan umiddaman. Shuning uchun muhtaram Shavkat Miromonovich, men sizga yana bir bor iltimos qilamanki, shu holatda ham amaliy yordam berishingizni so'rayman. Ba'zi bir arizalarim aynan Toshkent shahri o'sha Olmazor tumaniga tegishli bo'lsa-da, bugungi kunda Toshkent viloyatiga ham chiqib ketmoqda. Bilmayman, o'sha arizalarni tegishligi bo'yicha jo'natuvchi murojaatlarni ko'rib chiqish bo'limida yurist xodim o'tiribdimi, bilmadim qanday xodim o'tiribdi. Shu arizalar o'rganilmasdan manzili adashib ketyapti. Bu birinchisi emas, bu menimcha bir 7-chi ariza shunaqa bo'lib ketyapti. Shuning uchun o'sha holatlarda ham o'sha aynan xalq qabulxonasi boshlig'idan nazoratga olishni so'rab qolaman. Muhtaram Shavkat Miromonovich, undan tashqari aynan o'sha o'zimga tegishli holat yuzasidan murojaatlarimda Oliy sudda hozirgi kunda ish turganligini bildirganman. Men xursand bo'lganimki, mana bugun sud huquq tizimida o'sha shikoyatlar to'liq o'rganmayotganligi, adolat qaror topmayotganligi uchun siz bir qancha sudyalarni o'z vazifasidan ozod qildingiz. Shu qator Oliy sudni raisini ham o'z vazifasidan ozod qildingiz. Ikkinchi bor xursand bo'lganim o'sha aynan Oliy sudga ayol kishini rais etib tanlanishi. Chunki ayol kishi bor joyda baribir tartib intizom bo'ladi. Nasib qilsa shu hozir meni himoyachilarim tomonidan Oliy sud raisini qabuliga kirish uchun ariza berilgan. Arizamiz ko'rib chiqilib, o'sha Oliy sud hayatida taftish tartibida holat ko'rib chiqiladi degan umidda o'tiribmiz. Sizdan yana bir bor iltimos qilib so'raymanki, shu holatlarni ham e'tiborga olib, o'sha aynan Oliy sud sudlov hayatida meni shikoyat arizamni taftish tartibida ko'rib chiqish uchun amaliy yordam berishingizni so'rayman. Sizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Barchaga e'tiborlar uchun rahmat.